qaranglar, 40-45 gradus bo'lganda ko'chada suvda yurib nima qilasizlar? Men sizlarga abrish o'tgani devonachasini topib qo'yganman. Okalar, 1.6 ga 7,5 4 metrlik. Okalar, metricha bor yo'g'i 4,3 so'mdan tushadi. Donasi 16,800 so'mdan tushadi. Xo'p, qalinrog'ini xohlayapsizlarmi? Qalinrog'i mana okalar, ko'ringlar. Buni ham chetida obzori bo'ladi ozgina. Xo'p, buni okalar lombozga, vasalikka, yana bo'lmasam abrishotkaga bemalol ishlatishingiz bo'ladi. Bu 2 ga 10 qalinligi. Xo'p, bu 28 ming so'mdan tushadi, 7 ming so'mdan metr tushadi okalar. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Ba'zilarda mana shunaqa obzorlari ko'proq bo'lishi ham mumkin. Akalar, bu endi sizlarni peshaninglardagi narsa. 2 kuba, 3 kuba, 4 kuba, 10 kuba O'zbek Toshkent shahrida yetkazib berish bor bemalol. Viloyatlarga 10 kubadan ko'proq olsanglar, sizlarga arzon tushadi. Agar 2 kuba, 3 kubaga sizlarga umuman qimmatga tushib ketib qolishi mumkin, chunki yo'l kirasi qimmat bo'ladi albatta. O'zingizdan tarafdan olsanglar bo'ladi. Bosinglar akalar, telefon nomerlar video tagida olib, bemalol telefon qilib, kelib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Salomat bo'linglar.